Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar. Xudo xolasa mana Mag'ilonga reja bergan edik. 11-15 motorga 150 litalik pompa qo'yib, mana ishlankalari bilan komplekt moslashibdi. Amakiga fermerga berganmiz, fermer akamizga berganmiz. Mana o'zlari mana komplekt bunaqa ramalarni yasatib qo'yishibdi. Tayyor holatda buni 20 metr uklon balandlikka olib chiqib ketishgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa motorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Dastavka 12 ta viloyatga bor. Vodiy bo'ylab kredit yo'lga qo'yganmiz. Bemalol telefon qilaverasizlar, kreditga ham qilib beramiz. Buni tashqari ko'rishingiz mumkin. Mana kafolat 6 oy beramiz. Ishlankalari bilan mana komplekt hamma yo'qni o'zimiz ustalar bor, qo'yib qilib beradigan ustalarimiz bor. Mana bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. 150 litalik pompaga 2 litalik varit qilib olingan, mana tayyor turbalari bilan qilib olingan. Yana bitta 11:00 olib kelib berdik. Ko'rishingiz mumkin. O'zi asli qo'yish holatlari qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsa, mana pompa, mana shu xuddi mana shu baquvvat rama yasaladi. Pompadan bitta suv ketishdan keladi va 150 litalik obratga so'ruvchi. Bundan tashqari mana chiqaruvchimiz mana tanishib ketgan. Ko'rishingiz mumkin.